Nima qilib beray? Begin dedim o. Yo'q qilib. Bir yo'la. O. 3.000 dollardan boshlanishi 5 millionni berib turaman. O'ldirib turib, o'g'illarga paytda olib kelib turib, zakaz tashib beraman. Bo'laveradi. Respublikamiz hududlari bo'ylab izchil davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik oyligi doirasida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati va uning hududiy bo'linmalari hamda viloyat prokuratura xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda yollanma qotillik jinoyatining oldi olindi. Olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, viloyatning Asaka tumanida yashovchi 1974-yilda tug'ilgan ayol o'zi bilan birga yashovchi 1972-yilda tug'ilgan sobiq turmush o'rtog'ini uy-joy nizosi bilan bog'liq adovat zamirida qasddan o'ldirishni maqsad qilib 3000 AQSh dollari pul mablag'lari evaziga yollanma qotil izlayotgani aniqlangan. Shundan so'ng tezkor tadbir o'tkazishga kirishilib, shartli yollanma qotil tadbirga jalb etildi. 1974-yilda tug'ilgan ayol sobiq turmush o'rtog'ini qasddan o'ldirish jinoiy rejasini tezroq amalga oshirish maqsadida joriy yilning 10-iyul sanasida Asaka tumanidagi turar joy majmualaridan birining oldiga qotillik bo'yicha yollamoqchi bo'lgan shaxslar bilan ko'rishib gaplashib oladi. Sobiq turmush o'rtog'ini o'ldirish evaziga dastlab 5 million so'm pullarni beradi. Keyinchalik esa erining o'lganiga ishonch hosil qilgandan so'ng qolgan pullarni berishni va'da qilib tilxat yozib beradi. Natijada 11-iyulga o'tar kechasi o'tkazilgan tezkor tadbirda yollanma qotil ayolning turmush o'rtog'ini Asaka tumanidagi Adirlik dala maydoniga olib borib, uni qasddan o'ldirilganligini grimlangan holatda yaratib, buyurtmachi ayolni voqea joyiga chaqiradi. O'lganligiga ishonch hosil qilgan ayol kelishilgan pullarni berishi xususida aytib avtomashinaga o'tirgan vaqtda daliliy ashyolar bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan sobiq erini qasddan o'ldirmoqchi bo'lgan ayolga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 97-moddasi 2-qismi I bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Erimdan qutulish uchun yo'llanma qotilga 3000 dollar berishga kelishdik. 5 millionini berdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Kechirishinglarni so'rayman. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatlardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etgan shaxs umrbod ozodlikdan mahrum qilishgacha bo'lgan jazoga tortiladi. Agarda siz ham shu kabi jinoiy holatlar yoki shubhali xatti-harakatlar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, tezda ichki ishlar organlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi.